Men aytaman-ku, meni agentlarim zo'r ishlaydi desam, yo'q deysizlar. Mullaka 6 ta farzandni tashab qo'yib, 18 yoshlikka uylanib olib, pulim halol deb yuribsiz, amakki. Ko'tib poq aka. Dadang shunaqa hurmatli odam ekan. Qur'onni o'zbek tiliga perevod qilgan odamni o'g'li ekan bu dalbayob. Shunaqa o'zi yaxshi odamlardan dalbayob tug'iladi. Sen gandon 6 ta farzandni tashab qo'yib, ona bechorani urib, 6 ta farzandni onasini urib, bechora xotin qochib ketgan ekan sendan. Dalbayob 18 yoshlikka uylanib olib, cho'chog'ing kichkinaligi uchun izmiyat qilib qo'yibdimi xotining? O'l hezalak. Ko'tingni qisib yurmasang, hali anaqa ko'tingni teshigidagi holinggacha aytib beraman, dalbayob. 6 ta farzandni tashab qo'yib 18 yoshlikka uylanib olib, yana men tozaman, u harom deb yuribsanmi? Sendaqalar harom. Ketma-ket xotin qilgan. Cho'chog'ing o'zi mencha. Nimaga xotin qilishaverasan senlar, Bittasini udavletvarit qilgin. U bechora 18 yoshlik ham puling ko'pligiga tekkan. Seni sevganidan emas, ahvolingni qara, kim seni sevishi mumkin? Urrot. Bilasizlarmi, shunaqa mullalarda xotinlari ko'p bo'ladi. Nimasiga uylanar kim menchi cho'choqlari bilan, Bir buylik tom 22 sm bo'lsa ham mayli. Menchi cho'choqchasiga 3 ta xotin qilib qo'yadi. Nimaga,